turmushda psixikalik masalaga yo'liqib turyotamsiz? Maslangizda qandoq bir taraf qilishni bilolmayyotamsiz? O'zingizni to'liq yolg'iz his qilamsiz? Bizga men sizning sirdishingiz Mahira Abdug'ani. Men sizning do'stingiz Ali. Qani, hikoyangizni boshlang. Kaç saat 9 bo'ldi, programmamizni boshlaymiz. Tomoshabin do'stlar, programmamizni korxonchilarimiz qo'llab-quvvatlash bilan, biz ham zo'r tirishchanlik bilan, atrofimizga ehtiyojli do'stlarning programmamizga qatnashishi bilan davomlashtirib ketyapmiz. Programmamizning tajdorligini Xinjiang Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Sabila markasining barpochisi Mamatjon apandimmi naq maydonga yetib keldi, qarshi olamiz. Xinjiang Guluz guruhi programmamizni alohida talab qilgan. Guluz guruhidan Ablat Yusuf apandimmi naq maydonga yetib keldi, qarshi olamiz. Programmamizni Xinjiang Tiz Balbaq korxona boshqarish mulozimatchilik cheklik shirkati alohida qo'llagan. Bu shirkatning Aytunam xonim naq maydonimizga yetib keldi, qarshi olamiz. Sahnamizda yanala qadinas do'stimiz Aliba. Aliga yondashib yordamchi yetakchilikka bugun biz Yeshil Uy psixika markazidan Rabiya G'anini alohida taklif qildik. Rabbigul ma'lum qarshi olamiz. Xo'sh do'stlar, hayotda bizga hammani o'rgatadigan bir muallim bor deyilsa, uning ismi turmush bo'lishi mumkin. Biz turmushdagi turli hikoyalarni qurashtirib akilib, kech soat 9 ning materialini tayyorlayapmiz. Bu materiallar orqali sizlarning turmushingizga ijobiy ta'sir ko'rsatsak ishlagan xizmatimizga rozi bo'lamiz. Xo'sh, bugungi qatnashgan mehmonimiz 13 yoshda. 13 yoshli bu qizning hikoyasini anglab boqaylik. Bu programmaning tajdorligini Sabila bovoqlar bo'lmoqi, Sabila bovoqlar sut javhiri, Sabila bovoqlar zakisini ishlab chiqarish va setish jihatidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Men Mahira Abdug'ani, men bir riyosatchi. Men ham bir ana bo'g'inimdan faxrlanaman. Men bovuqimga ana usti yetishmaganda Sabilani tanladim. Sabila bovoqlar yetishib javhir tarkibidagi DHA va boshqa quvvat tarkiblari aqlli sog'lom yetilishiga asos soldi. Kasbdagi utuqlarimga, tirishchanligim, shijoatim hamroh. Yaxshi ana bo'la olishimga Sabila hamroh. Mening bovuqimga tanlaganim Sabila bovoqlar yetishib sut javhiri. Programmamizda 40 xildan ortiq sog'lomlik ham go'zallik mahsulotlarini ishlab bozorga selib, xalqimizning yaxshi ko'rishiga erishgan Guluz guruhi alohida talab qilgan. 25 yoshdan keyin teridagi oqsil miqdori azayib, qo'riqlar ko'payib, dastlabki qadamdagi qerish bosqichiga kirdi. Guluz ko'p manbalik oqsillik teri asrash yurishligi qerishni kechiktirib, yuzdagi oqsil miqdorini to'liqlab, ko'z va yuzning qerishiga qarshi turib, sizga go'zal ruxsar ato qiladi. Go'zalligingizni namoyon qilishdagi tanlashingizda Guluz ko'p manbalik oqsillik teri asrash yurishligi kam bo'lmasin. Guluz. Bu programmani korxonchilarga shirkat qurish, moliya boshqarish mulozimati bilan shug'ullanib kelayotgan Xinjiang Tezbalvoq korxona boshqarish mulozimat cheklik shirkati alohida qo'llagan. Xinjiang Tezbalvoq korxona boshqarish mulozimat cheklik shirkati 300 ga yaqin korxonchi do'stlarning shirkat qurish, egilik tiklash, moliya boshqarish mulozimatini qilib kelmay, rayonimizdagi 1000 dan ortiq tijoratchi, savdogar do'stlarimizga marka iltimos qilish, savdo plani tuzish, iqtisod maslahatchiligi qatorliq sohalar bo'yicha o'zining uzun yillik kasbiy tajribasi, shundaqla a'lo mulozimat, muvofiq baho orqali keng korxonchi do'stlar uchun izchil, samimiy va tez mulozimat qilishni asos qilib kelmoqda. Tez Balvoq bilan hamkorlashib, muvaffaqiyat qadamingizni tezlating. Aloqalashish telefon nomeri 150 0900 3340. Ma'lum yaxshimi? Yaxshimisiz? Mening mas'ulim bo'lsa, meni opam kichik vaqtdan boshlab meni bek chang tutgan. Bo'lsa, ganchini bek chang tutayotgandi. Xato chap qolsam, vaqirab, ashtashlab qolgan, bir qitim chammasam, chaynak oldimdan chaqqan emasmi? Ash masala bilan men opamni qo'rqaydan olib qolgandim. Necha yosh vaqtingiz shu? 10 yosh, 11 yoshda vaqtim. Chaynakni oldingizga otdimi? Bir ayringizga tegdimi? Yo'q, oldim bo'lam tushdi emasmi? Shu bilan ash ovoz bilan qo'rqib ketgandim. Qo'rqib ketib, andin oqida opam bilan gap qilmaydim. Yurgan gapni opam deyamaydim. Do'stlik o'damaydim.
Ақыда апам сіңне шөйгініп, яқшы өп кеткен вақтыда маңғымы нәсиет берді. Балам қоқмаң ешін бұмайды дұсымы мен қаламын чықырамайтым мұнда, мұшы жеңлейланы. Yani oylap kalıptım, men apamla okşaş kokaydım. Şunu şüphigen, şu malımlardan sorap baksam, şu bronqi, müşta apamdan kokaydıgan, müşta vaxtlarını kanda unutup gidemem. Bir kichik bir Şimal Qutb Eyqi bir kuni onasidan so'rabdi. Apa, mening cho'ng dadam mu Şimal Qutb Eyqimiti degandikan, apsi, sening cho'ng dadangmi Şimal Qutb Eyqi degandikan, bu kichik Şimal Qutb Eyqi turib ketib, cho'ng dadamning dadsim Şimal Qutb Eyqimiti degan ekan. U Şimal Qutb Eyqi endi so'raversa, nima bo'ldi desa, unda bo'lsa men nima ish to'nglayman deb so'rabdi. Ham bu nima degan gap desa, Şimal Qutb Eyqi degan asli bir to'nglamaydi deb qaraymiz-ku. Yashaydi deb. Demak, bir yangi tug'ilgan Şimal Qutb Eyqimi kallasida xuddi biz uni to'nglamaydi degandek, umi to'nglamasligim kerak deb yashaydi ekan. Biroq u to'nglabdi-ku. Shunga to'nglagandan keyin bu Şimal Qutb Eyqi mos kelmay qoldim-ku. Şimal Qutb Eyqi emasmi yo, mening dadam emasmidi yo degan bir oddiy yumor. Amaliyotda bu yumorning psixikalik ahamiyati intayin yuqori bo'ladi. Biz nurg'un vaqtlarda o'zimizga nurg'ulg'an sezimlarni, hissiyotlarni benormal deb qaraymiz. Bo'libmi bolalar texim shundoq. Bolalar o'zida bo'lgan xushalsizliklarni, xushalsizlikni benormal deb qaraydi. Chunki bu xil xushalsizlikni ota-ona qarşılamaganlik uchun bola o'zining bu xil xushalsizlikni amal bor yushirishtirishadi. Natijada bu xil yushirish muvaffaqiyat qozonib, baxt qarishi muvaffaqiyat qozonib, bu bola borgan-sari o'zining xushalsizlik hissiyotini his qilolmagandek darajada jiroqlab ketadi. Bu bir yaxshi qo'y deyishingiz mumkin, ammo bu hargiz yaxshi emas. Bu xuddi bir loy suv oqqan notumini yoki eriqni biz loy suv oqidi ekan deb tindirib etsak, suzuk suv oqmagandek, biz xushalsizlikni his qildigan turbularimizni biz qulplab etsak, xushallikni his qildigan hissiyotimizmi shu turbuni oqqanlik uchun o'xshash biz his qilolmaydigan borgan-sari hissiyotlarimizdan mahrum qolgan bir odamga aylanib qolamiz. Shunga bolalarning ko'pinchisi faqat ota-onasi qarshi oladigan hissiyotlarni ifodalab, qarshi olmaydigan hissiyotlarni yushirish yoki uni bizning tilimizda yushirin ongdan iborat bir qalbning qaznoq uyiga qachilashga ko'nak ketgan. Natijada bu qachilangan qaznoq uyiga qachilangan bu atalmış pasif hissiyotlar en oxiri cho'kmaga aylanib, bu cho'kmaga aylanadi va bu jug'lanib, en oxirida odamda turli tuman masalalar paydo qildi. Bu masalalarning ichida kasallik bor, nomrodlik bor, jismoniy kasallik bor, ruhiy kasallik bor, jinsiy benormallik bor va hokazolar. Hamda bu qiz shu vaqtda intayin qo'rqak ekan. Badaniga bir xil qo'rqish kirib ketdi. Hamda hozir cho'ng bo'ldi. Cho'ng bo'lgandan keyin opsimi o'zi xato qilganini bilib, yaxshi ma'lum qildi. Qo'rqmaslik kerak. Aqlida qo'rqmaslik kerak. Biroq vujudi yanla qo'rqish holida turibdi degan gap. Shunga biz bu programni ishlash jarayonida, ya'ni 2-3 qatim takrorlab qilishim mumkin. Nima hukmni takrorlab qilishim mumkin deganda, ichki bola deydigan bir hukmni takrorlab qilishim mumkin. İchki bola degan nimasi? İchki bola asosiyatdan bizning badanimizni ko'rsatadi. Masalan, men programning dastlab dedim, mening shundoq bir tirishqim bor, biroq kuch yo'q, tirishadiganga maqdur yo'q. Mening kunda bir gangching mashqig'im bor, ammo qubidiganga bir xilalik ishtiyoq yo'q, qilolmayman dedi. Bu qizmi apsdan bir qo'rqmoqsi bor. Ammo badani yanil qo'rqaydi. Demak, hozirgi qo'rqmasam bo'ldi degini, hozirgi bu qiz, ya'ni o'sib yetilgan holati qo'rqayotgani, ya'ni badani haliqi chaynayotgan yoki burunqi vaqtida qetib qolgan holati. Ham biz psixologlarning hal qildiganimiz shu.
Siz bu qizga meyli apsi olsun yoki boshqa tarbiya qilib qo'yamdi, qo'rqmang demiş, qo'rqaysiz, apang sizni yaxshi ko'rdi, dedi. Apsim o qo'rqmang qizim, men bu xato qilibdikman, menda qo'rqishning hojati yo'q deydi. Bu bir xil normal narsa, ammo ichki bola bu narsaga quloq solmaydi. Bu narsa ichki bolaga hech qanday ta'sir qilolmaydi. Demak, bu deganim bu qizdagi qo'rqishlarni hal qilishga bu xil so'zlarning hech qanday bir o'ngshashga ahamiyat bo'lmaydi degan gap. Bu qizga diqqat qilsam, to'xtamay qo'lini ushshaq harakatlar ko'p. Odatda turmushdami ushshaq harakatlaringiz ko'pmi? Masalan, tirnoq tishlaydigan ahvol bormi? Bor. To'xtamay tishlab. Tirnog'ingizni yeyotadigan ahvol bormi? Masalan, tirnoq olmasimi, o'smay siz tishlab uzayotadigan ahvol bormi? Bor. Qanchalik bo'ldi shunday bo'layotqili? 2-3 yillik bo'ldi. Qarsam, hozirm to'xtamay tirnog'ingizni tatılab oynayapsınız. Muşnaq bo'lsa, xo'shallik topamsiz, xotirjam bo'lamsiz. Bir xil yurganimdan işte qo'rqinchli bo'lib qolsa, bo'lmasa titrab qolsam, mana kayfiyatingizni besish uchun tirnoq yeb olgan ish bo'ldi ekanda. U ma'lum bir sezimni yan bir sezim bilan besish deb atildi. Masalan, ichida bir xil tashvish bor. Biz buni tuzliq suvga o'xshasak, biz buni cho'qim qon bilan besib yetamiz. Yoki bo'lmasa tırnaqlarımız mish orqali mayli tırnaqlarni tishlasangiz yoki qo'lingiz mishsangiz ma'lum bir og'riq kirdi-ku. Ma og'riq hissiyotni besib yetalaydi. Ma biyaram hissiyot qaraganda ma u bir qadar qabul qila oladigan og'riq bo'lganligi uchun bu qiz avtomatik badani bunday qilish orqali sezimni yo'qotmoqchi xolos. Biroq uni sezmaslik tutqazangan bilan ma'nonga ulinib qolgan gap. Buning bir hikoyasi var, bir balının uyi bunday qindayimizliqi qabristonlikda ekan-ku. Shundan bu qo'rqay ekanda u yerda o'tashdan. Shundan buningga apsi bir mumusdan qolgan bir zanjirni esib qo'yapti. Shuni siz esib olsangiz, bu sizni qo'rqdaydi, qo'rqmaysiz degan ekan, rost degandek unum beribdi, uni esib olgandan keyin bu qabristonlikdan qo'rqmay o'tadigan bo'libdi. Biroq bag'ansir bu qiz zanjirni tutilgan bo'lib qolibdi-ku. Nimish qolsa zanjirim yutib ketib qolama deydigan. Demak, qabristonlikdan qo'rqish nimaga o'tib ketib bordi desa, zanjirni bog'liq qolgan. Shunga bu qizning ma'quliligi, changpo holati amaliyoti faqat nimasi o'tguncha o'zidagi jiddiylikni sezmaslik uchun, hal qilish uchun emas, sezmaslik uchun odam badanida tabiiy shakllangan bir ushshaq harakat. Demek müşahede biz ata-onalarni eskertgimiz keladi. Uyda farzandlar shu tirnoq tishlash orqali va yoki ma'lum bir ushshaq harakatlarni ko'p takrorlash orqali ehtiyojini ifodalayotgan bo'lsa, menimcha ata-onalar bexudlik qilmasdan vaqtida bu ehtiyojini bayqashga ahamiyat bersa bo'ladi ekan. Mana bugungi mehmonimizmi, bu chiroyli balamiz, bu chiroyli singlimizmi o'zining nurg'un ehtiyojlarini o'ttirib qo'yish orqali hammamizni o'ylantiryotdi. Xo'sh, Rabiul ma'lum, mening bilishimcha siz bu mehmon bilan OK kartasi orqali bir almış ip berib baxtınız. Doğru. OK kartası arqılıq almış ip bağın siz bayqıgan qanaq məsələlər var? Əmdi bu qız, bu sınglimiz, şu OK'nın işləş jarayonida tatqan kartlar arqılıq ən dastlabda məsələn hazır yaxşı oqub, şu işkir to'liq o'tirgan, ya'ni o'zim yaxshi ko'rgan maktabga o'tishim kerak. Ammo men bu maktabga o'tishda cho'qim o'zimga tayinmay yeyishga menga yordam qilolmaydi, men yolg'iz deydi. Shuni o'ylaganda bu qiz bearam bo'lgan. Shunda o'zi his qilishni xohlamaydigan bir xil tuyg'u. Ondan bu qiz yana men shu opamga qarshi chiqolmayman, masalan meningki kiyimim, men o'zim yaxshi ko'rgan kiyimim bor, ammo opam meni kiying desa, yo'q men meni kiyay deyamayman. Hozir opam menga garchi burunqidek qattiq qo'l bo'lmasmi, lekin yanala shu burunqi yenshins, ya'ni men qarayotgan menga terikkan, shu ko'zim oldimda turib elib, yana qarshilik qilolmayman dedi. Ondan shu opsi ayıplash hamda shu opsi bu qizni tarbiyalash jarayonidagi hamdi ma'lum bir xil harakatlar yoki ayıplash bo'lsin, tillash bo'lsin, shu xil ishlar bu qizga nisbatan uval bo'lgan ahvol ko'p. Masalan, bu qizda uvalchilik tuyg'usimi bor. Ana uvalchilik his qiladi, ifodalayolmaydi. His qiladi. Men uval bo'ldi, apa sen ma'yisi menda xato ayıpladim deganimmi deyamaydi bu qiz. Chunki hamda bir quduqdan chiqmoqchi bo'lgan bir paqini biz 3 qitim beshik ursak, 5-chi qolgan vaqtda Şunun bilan o 4-chi qitim kelganda beshik urmasaqmi, chiqadi deb ilhomlantirsaqmi chiqamagandek. Bu qizda hozir ashunday holatda. Masalan,
Mening to'g'ridi manada apa men mandaq o'ylagan degan o'zining fikrini ifodalamaydi. Ya'ni qo'rqaydi. Bu qizning qo'rqayotgani opasining hozirgi holati emas. Ayni vaqtda bu qiz ketib qolgan. Ya'ni opasining bir xil qo'rqinish holati bor bu qizga uval qilgan yoki bo'lmasa buni yaxshi ko'rmaydigandek tuyg'u bergan holatini qayt ko'rish yoki bo'lmasa opasininki o'zini yaxshi ko'rmaydiganligini qayt his qilishdan qo'rqish desak bo'ladi ham buni. Neyxua deymiz. To'g'ri. Neyxua degan nima asosan ba'zilar otasi qo'rqa ketdi. Bu otasi o'lib ketgan taqdirdami? Bu otasi allabur neyxua bo'lib ketdi. Ya'ni neyxua deganimiz ro'yga jismda sho'p ketdi, boshquraverdi degan gap. Shu nurg'un odamlarning otasi kirib o'lib ketsimi, uning badinda ularning otasi teqicha hayot yashaverdi. Boshquraverdi. Mana bu nima desa, ichki bolaning eng xatarli yeri. Shu qarmoqqa uning ichki bola deb ojizlik tug'an bilan u favqulodda kuchli. Uni yagmak bir qadar tez degan. Tabigul ma'lum siz bu qizning yana bu kichik mehmonimizning opasi bilan ko'rishib baqdingizmi? Opasi bilan ko'rish imkoniyati bo'lmadi. Ammo bu qizninki masalasini hal qilishda biz avval opasi bilan emas, shu qizninki o'zini kuchaytiramiz. Masalan, bu qiz hozir qarshilik qilolmaydi, o'zini ifodalamaydi. Ifodalagisi bor, o'zi bu paqisi bor. Opasimi hozir bu qizni hech qanday qilmagandan keyin nima ish qilmashda qilolmayman deb tirishyotdi-ku. Ham bunda holatda ham avval o'zi qila olsa yaxshi, qilamasa, yana bizningki yeshil uy psixik maslahat markazimizga kelsa, biz endi qo'lini tutib, tang hamda shu o'tgandan asta-asta qadam-qadam o'tishiga yordam qilamiz degan gap. Undaq bo'lsa bu xondan so'rab baqay. Qanday kiyim kiyishni yaxshi ko'rsiz? Rahat, andin mana soyundon ku deganda kiyimlar bo'lsa. Apangiz qanday kiyim kiysangiz yaxshi ko'rdi? Apam meliqi kichik boldak umaq ko'rsatsa, kiysangiz bo'ldi deydi. Masalan, o'zim yaxshi ko'rgan kiyimni olsam, bek cho'nchiroq ko'rsatib qo'ydigan buni kiyimlarni deydi masalan. Shuningcha sizning tanligingizni apangiz cho'ng sifat deb o'ylaydi. Apangizning tanligini siz bek go'daklarcha kiyim deb o'ylaysiz. Mushkipangizni deb baqdingizmi? Bek go'daklarcha bo'lib qolmamdim deb. Biroq etim bo'lsin deb baqdingizmi? Nim dedi? Sizga bunda siz kichik bo'lgan ekan, bunda kichik sizga yarashgan kiyimlar, umaq kiyimlar yarashidi ekan, o'shin kiying deydi. Shunday ma'qul demsiz. Demak, sizning apangizdan sizga umaq kiyimlar yarashidi ekan degan gapi sizga bir xil buyruqdek anglamdi yoki do'stingizdan sizga bir bergan jeyisdek anglamdi. Masalan, bir do'stingiz sizga "Mana kelsan umoqdek turamdi" desa, bu bir jeyi. Ammo apangizning ash gapi balkim sizga kuchliq bir xil buyruqdek anglanishi mumkin. Qarmoqqa silqqa qilayotgan bilan sizga nisbatan bu bir kuchliq buyruq qilmasang bo'lmaydi degandek bir xil anglangan bo'lishi mumkin. Bu vaqtda albatta sizning achingiz keldi. Apangizga achingiz kelamdi? Yo'q. Achingiz kelmadi? Yo'q. Nima achingiz kelmaydi? Bir vaqtda shu diyemagandan bir xil bir vaqt achig'im keldi, lekin oxirida kunab qoldimmi yo. Achingizni keltirmaslikka ko'ndirib etdingiz degan gap. Bu mehmonimiz mandaq bir uchurni oshkorladi. Apam yaqinqi yillarda psixik o'rganish orqali men bilan yaqinlashdi dedi. Demak, ilgari uzilib ketgan zanjirni bu ona tirishchanlik orqali uvlamoqchi. Bu qizga vaqt kerak. Vaqtmi kerak ham uni biz bir narsani bilishimiz kerak. Yaralangan qalbni yaxshi muomalalar bilan uni to'liq saqlayt qilolmaydi. Cho'qim yaralangan qalb egisi ba'zi narsalarga dadil yuzlanishi, o'zini topa olish kerak. Ham hozir bu qiz yana bir yaxshi bo'lmagan gapni bir qildi. Bu bo'lsin demasa, bir ochiqildim, hozir ochiq ko'nak ketdimmi, ochiqnimi his qilmaslikqa urinib bo'lgan gap. Bu xatarlik. Bu xil ahvolda bu xil besitilgan ochiq odamning badan og'irligini oshiradi. Badan og'irligini oshiradi. Shunga badan og'irligi eshkak odamlarning hammasi qarsak, ko'pincha ish mijoz ochiqini asosiyatdan besib etgan bo'ldi. Bular badan yo'qona ketib qoldi. Samirib ketdi. Samirib ketish shuningdek keldi. Samirib ketish ochiqdim dedik. Menimcha bu mehmonimizga bu gap cho'qim ta'sir qildi, xon. Chunki samirib ketishni xohlamaysiz-ku deyman-a. Undaq bo'lsa, men hozir sizga bir fursat beray.
Meni apam deb o'ylang. Aytamığınız, aytmoqchi bo'lganingiz, mayli ochiqingiz bo'lsin. Azroq ifodalab boqing. Men qarab deb beqing. Azroq o'ynashib olay. Apa mesela mening yaxshi ko'rgan narsamni, andan yaxshi qilgan ishimni bir qo'yib, o'zim qilgan yaxshi ko'rgan ishimni o'zim qilsam, meni bek unda chang tutmay, andan sizman iliq bir xil sizman yaxshi ko'rsangiz men kiyay, sizman yaxshi ko'rsangiz men siz uchun qilay degandek unda ish bo'lmasa bo'pti-ku. O'zim yaxshi ko'rgan ishni qilsam bo'pti-ku. Pianino o'rganish sizning orzuyingizmi, apangizning orzuyimidi? Eng boshda o'zim qiziqdim. Apam menga o'rganamsiz, shuna pezgan to'xtagan tishim men bunda to'rdan tepib qarasam, shuna pezgan to'shim o'zim qizib qolgandim. Shunda o'rganib o'rgangandan keyin o'tirib apam besim berib, asta sal tasavvur qilib o'tirdi, o'rganishni o'tirdi. Shu bilan aldirmay yaxshi ko'may olib qoldim. Hozir pianino chalishni yaxshi ko'rmamsiz? Mesela malum bulmuş apam, bulmuş başkalar mındaqsa çok öz müzik verip, muşun çokum çalsız, muşun çalmasanız bulmaydı dese, bir xil ko'nglimdan voy bu nima ish qilman muz olaydiganda deb o'ylab qoldim. Lekin mesela men o'zim to'rdan yaxshi ko'rgan muzikani tepib, o'zim yaxshi ko'rgan muzikani chalsam, ajab mo'liqga deb aytsan deyman. Ali akangiz bilan mundaq bir bog'lanishingiz bor. Ali amaliyotda bolaligida o'rganmagan, o'zi yaxshi ko'rgan pianinoni yaqinqi mezgilda o'rganib, xil yuqori saviyada chaladigan bo'lib ketdi-da. Demak, Ali muzikani yaxshi ko'rdi. Garchi o'zi bizga aytmagan bo'lsin, biz Alining o'rganishi orqali his qila oldik. Siz burun yaxshi ko'rgansiz, yaqinda ozroq zerikib qolibsiz. Ali, endi bu yaxshi ko'rishni asliga keltirish mumkinmi? Mumkin. Asli bu qiz pianoni yaxshi ko'rdi. Biroq bu jarayonda asli o'zi yaxshi ko'radigan bir o'rganish tuyuqsizla anasının vazifasini o'rundaydigan bir vazifaga aylanib qolgan. Biz hayotimizda vazifa o'rundashni yaxshi ko'rmaymiz-ku. Ammo o'zimiz yaxshi ko'rgan ishni qilishni yaxshi ko'ramiz. Shunga asli bu qiz o'zining tabiiy asta huzurlanish bo'yicha manglayvergan bo'lsa, texnik yaxshi edi. Amaliyotda pianinoni yaxshi ko'rmas bo'lib qolishning o'zim amaliyot anasi bo'lgan vositaqatchi. Biz oldin sallab dedik, achchiq ishga yo'qa ketmaydi. Chiqsa tugaydi, chiqmasa u mangu yo'qa ketmaydi. U hamon har xil usulda chiqadi. Demak, mush qizning ash pianoga yaxshi ko'rmay qolishning o'zimi amaliyot bir xil qaydash, bir xil achchiq hisoblanadi. Rabiul Ma'lum, bu mehmonimizning oilasi haqida qanchalik tushunchaga erishgansiz? Masalan, bu qiz yolg'iz farzandmi va yoki oilada bir necha farzandmi? Men Mahira Abdug'ini, men bir riyosatchi. Men ham bir ana bo'g'inimdan faxrlanaman. Men bo'g'imga ana usti yetishmaganda Sabilani tanladim. Sabila bo'vaqlar retseptli sut javhir tarkibidagi DHA va boshqa quvvat tarkiblari aqlli sog'lom yetilishiga asos soldi. Kasbdagi utuqlarimga, tirishchanligim, shijoatim hamroh. Yaxshi ana bo'la olishimga Sabila hamroh. Mening bo'vqimga tanlaganim Sabila bo'vaqlar retseptli sut javhiri. Bu qizning bir ojisi bor ekan. Bu qizning deb berishcha, mush ojislam bu qizning ko'nglini tushundigandek his qildi ekan. Bo'libmi, mush maktab kirishdan burungi vaqtida mush ojis bilan xushal-xuram o'ynaydi ekan bu qiz, ham shu vaqtni seg'indi ekan. U chaqda bu qizga o'rganish bismi, pianino bismi, ilqin har xil narsalardan kelgan bismlar yo'qdek his qildi ekan hamda. Hamda bu qiz hozir shu maktab kirgandan keyin, pianino o'rgangandan keyin shu jarayonda har xil bismlar tupaydan dedi. Bu qiz davatgan mush bismlar yana shu mesela apsının ölçümü, mesela bana buluşun gerek, bana öğünüşün gerek, ma ölçem yetişin gerek deyilgan ölçemler çok. Ama bu kız muşun yetemegende, apsının ölçümüdeki balı bulanmaganda bir aram buldu. Annekin özü tehi bulanmaydı. İşkil taraftan, aşındak bir aramlık alette bu kız hazır çok. Annekin yana açam bilen, aşında kuşal xoram gamsiz vaxtımı qaytqım ba dedi. En mühimi, anasına ümüslendirip koştun, korkudu. Bu qizga tashvish shuningda shakllangan. To'g'ri. Nurg'un ota-onalar bolalarni tillamaydi, umaydi. Biroq bolalar yanla ota-onasini besim ish qildi. Chunki ota-onaning bola bo'lgan ko'rinmas umidining o'zimi
әмілетті балаға болған бір қыл күшлік бесім есапланды. Нұрғын ата-аналар өзі вүжүт чыгарамаган, өзі әмәлгә ашырамаган нұрғын арзуларны балалар арқылық әмәлгә ашырмакчы болады. Өзі буламаган бір идеал алтыны балалар арқылық әмәлгә ашырышны ойлайды. Нәтижеде балалар bu xil ata-anasının kütken ümididen çıkanmasından intihar ensireydi. Tırışçallık kıldı, bırak daim endişe durdu. Məlum bir bilekki vaqanda bırakla taşıyıcı mümkün. Açınız neymiş kıldı oxan? Açam əmdi xizmət düşüdü, dası da. Yaş barqanlar xeyli juqurken, ha? Açınız bilen telefonda alaqılışıp durup atamsızlar ve yaki bek alaqanlar kündü bulmay qilib atamdı. Alaqımız cıq əmdi beşində bulmuş, telefonda, telefon vurup aşaqımız. Apanız sizni bekrek düşünemdi, açınız sizni bekrek düşünemdi. Açam. Açınızı dədinizni italamsız. Nimdə təsəlli berdi? Şu minin cavdurumda turup manga İstaşlık kıldı. Qoxmaydı dəvrin apamğa. İşim bulmaydı. Sizin toğur bas apam dəvrin. Apam merkez sizge benim demeydi. Reallik şu, rast demeydi. Bırak bu kız hayatın degендek işki bala deydi dep oylaydı. Şoň üzi gerçi demeydi dep işensi mi? İşki bala işenmegeçke yanında kılanmaydı deyin gep. Onda o siz mesela sınıfta tanışlarınızdan arasında qanday kızlar en şem okusiz? Ügün şahsi andın şu Karakteri çok. Canlıq, şox qızlarını yaxşı görəmsiz və yak özünüzə oxşaş əğir bir sıqraq tuyğularını bək ifadələməyən qızlar bilan işlik dost bola alamsınız. Canlıq şoxday qızlarga həvəs qılısınız. Sizin öyrəniş nəticəniz-çü? Menimcə yaxşı. Lekin şu apаңыздың nəzərdəki ölçəmə baramayatsı şunama. Apаңız neçə alsınız xoş buludu? Öyrəniş tərəfdə bəkmə besim verib getməyən, lekin şu Qançinin bizim bağan ki, menimcə öyrənişdim çoxmumışda yaxşı buluşum kerak. Başqalar da mağzu öyrənişdim yaxşı kerak, qançınım yaxşı kerak deb oylayman deb. Şonşqa bəzən 95 hep qalsam, nemiş 97 alamayman, 98 alamayman. Yani bir əsket bu qız özünü ayıplaşın bək eğircimi. Qılanmasam, mesela bala qarşılıq oldu, mən qılanmadım, apa sen birdən mən fürsət bəgin deydi. Lakin bu qız apısı ayıplasa, toğra apamın ayıplavatqını, mən ras xata qıldım, mən qılanmayıtkəmə, yaramaskämə deydiğən özünü ayıplaşımı bək güçlük bu qızda. Müştabda muş qız üçün həmimiz 13 yaşımızға bir qayıtıb dost bu paranlaşqan bolsaq deganlarni o'ylayapman. Mən qaytish mumkin emas. Lekin 13 yaş vaqtimni mən siz orqali əslayapman. Menimcha qarxanchilarimizdimi balalikni əslash, o'zi dada yoki ona o'rnida turib balalarni o'ylashlar bo'layotam degan. Yaxshimisiz qizim? Yaxshimi? Mening o'g'lim bilan tengsiz, mening qizim yo'q. Qizim bo'lishini to'liq arzu qilaman. Sizniki apangiz bilan bo'lgan ona bolalik mehringizdan texmi cho'nqur bo'lishini umid qilaman. Yaxshimisiz qizim? Yaxshimi? Sizning hozirgi keçmişlerinizin sözləb bəginizdən diqqət qılıb anladım. Meningmi sizdək qızım var. Meningmi kallamdan bir-birlep şu bizning oiladagi o'zimning qizni tarbiyalashdi yetersizliklar deb qarasak bo'ldi ekan. Bir-birlep kallamdan şu kinoning lantisidek o'tayotadi-da. Endi Ali muallim mush qizimizningki hozir bir opsininki chaynakni chaqqanlik to'g'riliq. Munda opsidan bir qo'rqish o'ziga besinmish his qildiganligini bizga deb o'tdi. Ondan boshqa nurg'un omillardanmi keladi ekan bu. Buni qanday qilsak biz ota-ona bo'g'ichilar o'tkazmaydigan savallik deb qaraymiz. Ata-ona agar o'zining ichki dunyosini tozlamay turib, xatolik o'tkazishdan o'zini kontrol qilmasa, u mumkin emas. Ba'zilar ochiqni kontrol qilib, o mumkin emas. Chunki ochiq kelgan vaqtda insonning aql deydigan narsa mavjud bo'lmaydi. O faqat ochiqni keltirgan qarshi tarafni yarlantirishdan boshqa hech narsa o'ylamaydi. Bu qizning ayni vaqtda pianino chalishni rad qilishning o'zila onasida ochiq paydo qildi. Onada ochiq paydo bo'lgan vaqtda bu qiz hargizmi onaning qizi bo'lmaydi. Faqat dushman bo'ladi. Shu paytning o'zida.
Chunki ochiqni keltirdi degan gap sen menga bir pichoq urding degan gap. Bir yaramga tegding degan gap. Bu qiz apsini urg'ashi yo'q. Faqat pianino o'ynashni rad qilishning o'zila onasining yuragiga bir pichoq urganga o'xshaydi. Bu vaqt ochiq keldi. Ochiq kelgandan keyin odam tabiiy qarshi tarafni yarlandirish istik paydo bo'ldi. Qanday yarlandirdi? Gap orqali, til orqali, chaynak ketish orqali, urush orqali yarlandirdi degan gap. Shu paytning o'zida bular hargizmi qiz yoki ona emas. Shunga bir ota-ona qanday qilib bundan saqlanish kerak degan vaqtda eng muhimi men bayat oldin sanda dedim. Endi bu ona nimish qachchiq keldi? Pianino çalmaymansa nimish qachchiq keldi? Biz ma'ni ko'chirishimiz kerak. Chunki bu qizning pianoni rad çalmayman degini, asli bu qiz nima deb o'ylaydi? Pianoni chog'im yo'q, çalmayman dedi. Ama ona bunu nima deb tushundi deganda mening gapimni anglamadi. Meni rad qildi deb qaraydi. Demak, buningdan nayt aniqki onada rad qilinish sharoiti bor. Ana kishilar tarafidan rad qilinishni intayin ig'ir oldi. Buning sababi balliq vaqtida ig'ir darajada rad qilinishga uchragan. Shu rad qilinmas uchun tirishidi. Yo'shu bo'lib ketish mumkin. Ammo eng oxir qiz tarafidan rad qilingan vaqtda uning necha yillik tirishib yushugan yarisi qiz tarafidan rad qilindi, qattiq ochiq keldi. Bu yerdagi ochiq qizning rad piano çalmayman deginiga emas, necha yil yushirib qo'ygan ochiq, biroqla qiz orqali nimasi portlab chiqdi degan gap. Bu oltidan qo'rqa ketdi. Amaliyotda bu qizning haqiqiy qo'rqini onasining chaynak otqani emas, balki onasining chaynakni otgan vaqtidagi chiroyi. Chunki odam ochiqlangan vaqtda uning chiroyi g'alit, baq qo'rqinish bo'lib ketadi. Bizning har bir kayfiyatimiz, chiroyimiz har xil o'zgartiradi. Ochiq odamni bir qo'rqinchli narsaga aylantirib qo'ydi. Bola bu chiroydan baksat qo'rqadi. Cho'qim ota-ona bo'g'ichi o'zining qalb jarohatini cho'qim tozalab etgan vaqtda oningdan uning bolalari yoki atrofdagi kishilar tarafidan turli ochiq keladigan ishlari tabiiy yo'qaydi degan gap. Biz hali kelgan ochiqni besish o mumkin emas. Biz qanday qilib ochiq kelmaydigan, zarur bo'lmagan ochiqlarni yo'q qilib etishni biz tashabbus qilamiz. Buning uchun nimasi ochiqi keladigan tochka, ochiqni kelishga sabab bo'layotgan qalb yarısini o'ngishgan vaqtimizda anandan keyin boshqalarning gap so'zlari uning hech qanday ta'sir qilmaygan bo'ldi. Agar uning qalb jarohati jiqlab ketgan vaqtda oyat ikki odam kulsimi ochiqingiz keldi. Ular balkim o'zining gapi bilan kulayotgan bo'lishi mumkin, ammo sizning subyektiv dunyosingizda u sizni zangli qilayotgan bo'laverdi. Shunga bizning qalb jarohatimiz eng oxirida bizni bir kichik, real bo'lmagan subyektiv dunyoga sulab qo'yib, biz doim kishilardan haddan ziyod gumon qiladigan, haddan ziyod mingan bo'ladigan odamlarning bizga bir qarab qo'yishimi, xuddi bizni zangli qilayotgan, ko'zga ilmayotgan, hatto bizni tashlab ketadigan ayndaq tuyulib ketadi. Bu xil ahvol ostida ota-onalarning bolalarni yaxshi muomala qilishi yoki bayotdanki bu qiz uchirgandek voqealardan mustasno bo'lish mumkin emas. Bizningki bal tarbiyamizda shu zolimning qo'lidan olim chiqadi deydigan bir ko'z qarash bor. Bu ko'z qarash hozirga mos kelmaydi, xato desak bo'lamdi. Bo'ladi. Dunyoga mashhur bir doktor bo'lgan. Bu doktor dunyodagi doktorlar erishgan eng yuqori unvonga erishib, sahnaga chiqib so'zlashga taklif qilgan vaqtda bu doktor mundaq bir go'zal gapni qilgan. U degan men dunyodagi eng no'ch doktor bo'ldim. Mana bugun guvohnomani oldim. Biroq men xushal emas. Chunki mening usul cho'g'im bordi. deb javob beribdi. Shunga bu yerda bizning cho'qim olim tarbiyalashimiz majburiyatimiz yo'q. Bizning cho'qim olim tarbiyalash majburiyatimiz yo'q. İnsanlarning cho'qim majburiyati bor desa, bizning muhabbat yetkazish, muhabbat his qilish va his qildirish majburiyatimiz bor. Uningdan boshqa hech qanday majburiyatimiz yo'q. Chunki olimlar bilan go'zal bo'lmaydi. Olimlar bilan taraqqiy qilish mumkin, ammo olimlar bilan go'zal bo'lmaydi. Olimlar bilan tinchmi bo'lmaydi, ammo muhabbat bilan go'zal bo'ladi. Muhabbat bilan tinch bo'ladi. Rahmat Ali. Singil mehmonimiz bugun hammamizni o'ylantirdi. Hammamiz uchun cho'ng so'roq belgisidan birini qo'ydi. Bayatın suhbat beshidla siz bu qizning kashmishiga singishib kirib turib, buning ichki bala qo'rqyotidi,
bu qizdagi ishki bola yaralandi degan gapni ko'p ta'kidladingiz. Undaq bo'lsa, bu singlimizning ichidagi bu ishki bolani davolash kerakmi qandaq? To'g'ri, biz davolaymiz. Ham bu bir murakkab jarayon. Agar bu qizni men qabul qilib, mening yordamimda davolansa, men qanday usul qo'llanaman? Men bu qiz bilan paranglashman. O'z hissiyotlarini tutishni, har xil paranglarni qilaman. Ham bu paranglar jarayonida men bu qizning ziddiqtigiman. Ziddiqtigi orqali menga ochiqlana oladigan qilaman. Psixik yetakchi nima ish qildi? Psixik yetakchisi amaliyotda bir bolaning ideal lishang fumusi bo'ladi. U fumusi orqali yaralandi. Biz ikkilamchi fumus orqali saqiydi. Demak, agar bu qiz mening psixik maslahat berish jarayonimda men o'qitib qolsa, men ochiqlab, nima shunday deysiz, nima shunday qildi ekanman deb ochiqini chiqara olsa, bu qiz 50% saqaygan bo'ladi. Bu vaqtda o'zini topgan deymiz. O'zini tepish degan hissiyotini topdi, ham hissiyotni ifodaladi degan gap. Anandan keyin men bu qizni asta-asta har qanday bir ish qilgan vaqtda boshqalarni emas, har qanday bir tanlashganda o'zining ash narsani yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rmaydigan bo'yicha mengishni va bu e'tiqodni ching turishni, garchi uni xop bo'lsa-mu, yana shu maydonda ching turishni o'g'itaman degan gap. Barbara bu qiz o'zining oshqil holatini yaxshi ko'rishga qarab mangdi. Bu qizning o'ziga bo'lgan ishonchini ko'tarib qolmasdan o'zini yaxshi ko'rish darajasini yuqorilaydi degan gap. Mana bu psixik sog'lomlikning eng chong belgisi shu. Bo'lmagan vaqtda bayatdan Robiya deb ketdi, o'ziga o'chulab ketadi. Ya manda bulanmaydi, yoki o'lcham yetenmaydi, bag'an o'ziga o'chulab ketadi. Chunki siz bir ishni qilgansiz va qilolmasangiz o'zingiz o'chulab ketasiz. Bir ishni qilmay deysiz, masalan ziyonli narsalar bor-ku, qilmay deysiz, ammo qilib solsiz o'zingiz o'chulab ketasiz. O'xshash, nurg'un odamlarning masalasi shu. Shunga biz ichki bolani saqayta olgan vaqtimizda ondan biz qilaman deganni qilamiz, qilmayman deganni o'zimiz ziyonli narsalarni tashlay olamiz. Agar ichki bolani tushunib, uni hal qilmay turib, nuqul irodaga tayinib, uni bosh etkizma yoki xiyolga aktiv atalmış xiyolga tayinib, men o'ngshayman desak, u mumkin emas. Shunga bu qiz cho'qim birinchi topidig'ini, o'zining ochiqini qaytirib kelish kerak. Bugungi programma qatnashib qandaqroq tuyg'uga keldingiz? To'g'ri qilibsizmi qatnashib? To'g'ri qilibdim. Topolmagan shu savollarni hammasini javob qilib chiqdim. Javobini topa olgandek bo'ldingizmi? Undaqda ekran qarasangiz, sizga biraylarning gapi borki, anglab boqamsiz. Bu programmaning tajidorligini Sabila bovoqlar bo'lmoqi. Sabila bovoqlar sut javhiri, Sabila bovoqlar zakisini ishlab chiqarish va setish jihatidagi Bayraktar korxona Şinjan Sabila kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Men Mahira Abdug'ani, men bir riyosatchi. Men ham bir ana bo'g'inimdan faxrlanaman. Men bovuqimga ana usti yetishmaganda Sabilani tanladim. Sabila bovoqlar yetishlik sut javhir tarkibidagi DHA va boshqa quvvat tarkiblari aqlli sog'lom yetilishiga asos soldi. Kasbdagi utuqlarimga, tirishchanligim, shijoatim hamroh. Yaxshi ana bo'la olishimga Sabila hamroh. Mening bovuqimga tanlaganim Sabila bovoqlar yetishlik sut javhiri. Programmamızda 40 xildan ortiq sog'lomlik ham go'zallik mahsulotlarini ishlab bozorga selib, xalqimizning yaxshi ko'rishiga erishgan Guluz guruhi alohida talab qilgan. 25 yoshdan keyin terdagi oqsil miqdori azayib, qo'riqlar ko'payib, dastlabki qadamdagi qerish bosqichiga kirdi. Guluz ko'p manbalik oqsillik teri asrash yurishdagi qerishni kechiktirib, yuzdagi oqsil miqdorini to'liqlab, ko'z va yuzning qiyirchig'iga qarshi turib, sizga go'zal ruxsar ato qiladi. Go'zalligingizni namoyon qilishdagi tanlashingizda Guluz ko'p manbalik oqsillik teri asrash yurishdagi kam bo'lmasin. Guluz. Kechiring, umoq qizim. Inson degan nuqson degan gapga. Garchi dadangiz ikkimiz o'qigan bilimlik ota-onalardan bo'lsaqmi, bola tarbiyalashga kelganda bilishlarimiz yetarlik bo'lmaganlik sababdan ochisin ikkinglarning bolalarcha sabiy qalbinglarni yarlandirib qo'ydim. Apa dada, o'zim bo'lib yashab boqqumba degan so'zning haqiqiy ma'nosini tushundim ham tigiga yetdim. Aslida bolaning masalasi ota-onaning masalasi degandek, biz
farzandni tarbiyalamaydi ekanmiz. Sizlar bizni tarbiyalab o'sib yetildirdi ekansizlar. Sizlarga ko'p rahmat o'moq qizlarim. Yaxshi bir ana, yaxshi muallimdan ish tushidi degandek, buningdan keyin psixologiyadan iborat mana shu isil fanni texmi ichkirilab, o'rganib, ketkizib qo'ygan yerlarimizni to'liqlab berishga tirishimiz. O'moq bolalarim, bizni kechiringlar. Bugungi programma ota-onalarga nisbatan bir signal bo'lib qolishi mumkin. Ota-onalarga nisbatan bir ogohlantirish va yoki ko'pchilik bo'lib qolishi mumkin. Xo'shmush ko'pchiliklarning ichida cho'qim sizning qo'shib qo'yganlaringiz bor. Har bir bola ota-onaning yushurun oladi. Yushurdigan oldi. Bola orqali oshkorlanadi. Shunga bir ota-ona bolasini quchoqlash orqali o'zini saqlash kerak. Undaqda, keling qizim. Meni opam deb qo'ylang, ha? Kechiring. Biz bolalarga qattiq talab qo'yibmiz. Mush kichikgina qo'llariga qoida ko'tirib bo'lmaydigan ismlarni beribmiz. Xatni chiroyli yozamasa, balkim chiroyli yozolmading deb ayblaymiz. O'zimizning bu xat yozishni aytib test o'rganganimizni unutib qolamiz. Pianini yaxshi chalamasa, yaxshi chalamadingiz deb hatto chimdab bo'lamiz. Ko'kirib chiqqan yerning bir umr iz qolganligini his qilib bo'lmaymiz. Lekin farzand tarbiyasida kech soat 9 orqali biz siz ilgari kitoblardan o'qigan, hazm qilib bo'lmagan va yoki kitoblardan o'qishga ulgurmagan nurg'un yangi bilimlarni huzuringizga sunamiz. Rahmat qizim, kechiring. Bu bugungi mehmonimiz, farzandimiz, singlimiz oxirida apasining aytgan so'zlari bilan ko'z yoshlarida yuzini yuvdi. Balkim mush yuyilish bilan nurg'un narsalar yuyilib ketishi mumkin. Albatta bugun hamma masalani hal bo'ldi deb aytamaymiz. Lekin ekran oldida o'tirgan ota-onalar shunday degimiz bor. Quchog'imizga farzand ungan kuni biz uningdan imtihon ilishni boshlamaymiz. Amaliyotda u balkim bizdan imtihonlar og'ili keldi. O bizni cho'ng qilg'ili keldi. Biz bilan birlikda o'sib yetilgili keldi. Biz mana shu qonuniyatni his qilsaqlar, nurg'un vaqtlarda rahimdillik bilan farzand tarbiyasiga boshqacha cho'kalishimiz mumkin. Siz, men hammamiz diqqat qilishga tegishli bir nuqta bor. U bo'lsa-mu, tug'ilgan farzand emas, muhabbat. Tug'ilgani farzandlar emas, mas'uliyat. Tug'ilgan farzandlar emas, do'st. Mangulik beg'ishingizga mahkam bog'langan inson. U yana bir siz. Keç saat 9'da ko'rishni unutib qolmaylik do'stlar. Programmamizning tajidorligini Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Xinjiang Guluz guruhi alohida talab qilgan. Programmamizni yana Xinjiang Tiz Balbaq korxona boshqarish mulozimat cheklik shirkati alohida qo'llagan. Keç saat 9'da siz bilan uchrashishni xohlaymiz. Sizning hikoyangizni tinglashni texim xohlaymiz. Xayr xo'sh.